Prezident maktabida o'qish bu tanlanganlarning tanlanganiga nasib qiladigan bir imkoniyat deb bilaman. Ota-onalar birinchi sinfdan ham tayyorgarlikni boshlashi kerak. Aynan mana shu imtihon jarayonlari qay darajada ochiq va shaffof bo'ladi. 3-chorakidagi mana shu mavzu bilan bog'liq bo'lgan savollar joyida ko'rsatilgan. Prezident maktabga kiradigan ideal o'quvchi qanday bo'lishi kerak? 10 yoshli bola hech kimsiz qo'lida faqatgina suvni olib kiradi, to'g'ri borib joyiga o'tirib, yozib chiqib ketib, yana zo'r bo'ldi ustoz deb ketishi bu boladagi qanaqa iroda. Agentlikning asosiy missiyasi nimalardan iborat? Mana shu 2 yil davomida bir emas, 2 tadan ixtisos maktablarini qurish maqsadimiz qilingan. Prezident maktabida o'quvchilar nimalar kutadi? 24 taginasi 14 ta prezident maktabiga qabul qilinadi. Ixtisoslashtirilgan maktablardagi pedagoglarning bilim malakasi qay darajada? Bu yil 53 ta mahalliy ustozlarimiz xalqaro ustoz toifasini olishdi. Agentlik tizimida agentlikka qarashli birorta bizni o'quv markazimiz mavjud emas. Keyingi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezidentimiz ta'limni shunchaki ijtimoiy soha emas, balki mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy drayveri sifatida ko'rib kelmoqda. Shu bois ixtisoslashtirilgan va prezident maktablari mamlakatimizning kelajagi uchun istiqbolli kadrlarni tayyorlashda muhim platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Assalomu alaykum. Bugun Fikr podkastimizda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi direktori Sevara Shakirova bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Sevara Bahadirovna, bilasizmi, bugun mamlakatimizda aynan yoshlarni maktab chog'idanoq xalqaro standartlarga asoslangan holda ta'lim berishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu borada mana prezidentimiz aynan mana shu alohida ixtisoslashtirilgan prezident va ijod maktablarini tashkil etish bo'yicha ham alohida bir e'tibor qaratgan. Aynan siz bugun rahbarlik qilib kelayotgan agentlikning asosiy missiyasi nimalardan iborat? Avvalambor suhbat va taklifingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Avazbek, bilasizmi, haqiqatda mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, hurmatli prezidentimiz mana shu ta'lim sohasini va davlatni mana shu haqiqatda shu darajada siyosatga olib chiqdilarki, mana shu ta'lim haqiqiy drayverga aylanib bormoqda. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan 2019-yilda mana shu prezident maktablariga asos solingan bo'lsa, birinchi 4 ta prezident maktabi bu Toshkent shahrida, Namangan viloyatida, Nukus prezident maktabi va Xiva prezident maktablari birinchi ilk lokomotiv maktablar bo'lgan bo'lsa, 2020-21-yilga kelib bular soni 14 taga yetdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu albatta har bir hududlarimizda 14 ta hududning har birida prezident maktablari o'z faoliyatini boshladi. Va keyinchalik bu imkoniyatlar nafaqatgina 24 ta iqtidorli farzandlarimiz, chunki iqtidorsiz bolani o'zi bo'lmaydi. Mana shu iqtidorni yoshligidanoq aniqlab, ularga to'g'ri yo'nalish berish biz pedagoglarni, biz ustozlarni asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz 2022-yil, demak 106-sonli prezident farmonini imzolaganlarida mana shu ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish va mana shu maktablarda iqtidorli o'quvchilarimizni, o'zimizni qora ko'zlarimizni sonini kengaytirish va albatta ertaga mana shu kadrlarimiz o'zimizni yurtimizga eng ilmlilar ichida ilmlisi, bilimlilar ichida bilimlisi, izlanuvchilar ichida kreativ yoshlarni tanlab bizni asosiy maqsadimiz va missiyamiz hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatamizmi yoki aynan mana shu prezident maktablariga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarni kuzatamizmi? Prezident maktabiga kirish bu juda ham qiyin, elaklardan juda ko'p o'tiladigan jarayon, sinovli, imtihonni qattiq bir struktura deb qarashadi. Haqiqatan ham prezident maktabida o'qish bu tanlanganlarning tanlanganiga nasib qiladigan bir imkoniyat deb bilaman. Aynan prezident maktablarining eng katta ustunligi nimada? Mana shunga ham izoh bersangiz. Mana shu proyekt 2019-yilda o'zim ham kirib kelganimda haqiqatda juda qiziq proyekt bo'lgan, chunki eng katta, eng dolzarb ta'limdagi eng yirik loyihalardan biri bo'lgan prezident maktablari. Va mana shu prezident maktablariga 4-sinfni bitirgan deylik 10 yoshli boladan biz nimani kutamiz?
degan savol qo'yilgan va ularni qanday tartibda demak saralab olinadi. Mana shunda albatta STEM yo'nalishlari bo'yicha har bir sohani lideri sifatida tanlab olinadigan yoshlarimiz albatta bu to'g'ri talqin qilingan hurmatli prezidentimizning g'oyalarida, ya'ni iqtidorli yoshlarni, iqtidorli o'quvchilarni yoshligidanoq tanlab berish va mana shu tanlab olingan yoshlarga fundamental chuqur bilimlarni berish mana shu prezident maktablarida. Mana shu bilimlar orqali bular ertaga global dunyoda raqobatbardosh kadrni biz kichikdanoq, ya'ni mana shu nav-nihollarga shakl shamoil berish mana shu prezident maktablarida boshlandi. Albatta prezident maktablarini 4-sinfdan keyin 5-sinfga eng iqtidorlilar ichidan iqtidorlilari tanlab olinishi va siz aytib o'tgandek bir necha elakdan o'tilishi, bu albatta har bir hududda 24 ta yulduzchani chiqarishimiz va mana shu yillar sayin buni karrasiga ko'payishi. Birinchi yilda bu yerda 3-4-sinflardan demak tayyorlovlarga bolalarni tayyorlab, ustozlari bilan mana shu matematika fanlari bilan mukammal ingliz tiliga e'tibor berib o'qitilgan bo'lsa, hozir bilasizmi, umumta'lim maktablariga kirsangiz boshlang'ich sinf o'qituvchilari ota-onalar 1-sinfdan ham tayyorgarlikni boshlashgan. Ya'ni mana shu 1-sinfdan farzandlarni prezident maktablariga, ixtisos maktablarida o'qitish xohishini bildirgan ota-onalarimiz, buvajonlarimiz soni yil sayin ko'payib bormoqda. Bu albatta bizni ham quvontiradi. Prezident maktabga kiradigan ideal o'quvchi qanday bo'lishi kerak? Xo'p, baholar ham zo'r bo'lsin, uni fikrlashi, logika bo'yicha ham bilimi bo'lsin. Yana qanday qobiliyati bo'lsa, uni prezident maktabiga qabul qilish mumkin? Bilasizmi, bitta narsani aytishim mumkin-da, mana nafaqat siz, balkim biz pedagoglar ham mana shu hozirgi yoshlarimizga berayotgan, ta'limdagi bo'layotgan imkoniyatlar, ularga qaratilayotgan e'tiborni ko'rib, biz ham qaniydi shu davrlarda o'qisak. To'g'ri, biz ham yomon davrda o'qimadik, lekin imkoniyatlar darajasini biz o'zimiz qidirdik. Lekin hozirgi yoshlarimizga, sizlar yoshlarga, mana o'quvchilarimizga shu darajada davlatimiz imkoniyatlar yaratib beryaptiki, qiziqishingni bil va mana shu qiziqishing sari harakatingni qil. Mehnat qil, hamma darvozalar senga ochiladi degan narsani. Albatta bunda biz matematika va tabiiy fanlar yo'nalishidagi va yuqorida siz aytib o'tdingiz baholar, albatta. Mana shu baholar, ya'ni biz fundamental fanlarni chuqur o'rgatishimiz uchun bolada tasavvurga ega bo'lish kerak. Mana shu tasavvurga ega bo'lgan bolalar albatta o'zini bilimini baholar orqali ham ifodalaydi. Albatta bizda asosiy qo'yilgan talablardan biri bu mana shu 3-4-sinfni matematika fanidan yillik baholarni 5 bo'lishi va tabiiy fanlardan, mana hozir science deb aytiladi, mana shu science fanidan yillik baholari 5 bo'lishi kerak. Sababi mana shu joyda bizda STEM fanlari albatta hayot bilan bog'lab o'qitiladi. Hozirgi o'qitilayotgan fanlarimiz mana shu science fanlari albatta hayot bilan bog'liqligi bor. O'quvchilarni bekorga biz bejiz ketmayapmiz. Mana shu psixologlar ta'kidlashicha bir necha bor tadqiqotlar o'tkazganimizda jahon ta'limini kuzatar ekanmiz. Albatta har bir ta'limni negizida hayotga bog'liqligi bo'lishi kerak. Ertaga bolajonda o'quvchida nima uchun degan savolga demak o'zi javob topishi kerak. O'zini izlanuvchanligi, nima uchun u yoki bu fanni o'rgatayotganligi, uni zamirida nimalar yotibdi va ustozlar mana shu mavzuda gap olib borganda o'quvchilar bemalol bular bilan birgalikda kerak bo'lsa bahs ham qila oladigan o'quvchilarni biz tanlab olamiz. Aynan mana shu imtihon jarayonlari qay darajada ochiq va shaffof bo'ladi? Chunki ota-onalar uchun ikkinchi farzand hech qachon bo'lmaydi. Albatta, Vazbek, bilasizmi, siz juda ham bugungi kunda mana kun sayin yaqinlashib kelyapti o'sha daqiqalar, ya'ni har yilga bo'ladigan imtihon jarayonlarimiz. Albatta, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligida umumiy ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishim kerakki, nafaqat prezident maktablari, balkim prezident maktablari bilan tengda bo'ladigan bizni ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarimiz ham o'z faoliyatini olib bormoqda va mana shu maktablarimizga bo'layotgan ishtiyoq, qiziqish ham bir necha karrasiga yil sayin oshib bormoqda. Endi asosiy masalalarimizdan albatta bu prezident maktablariga tayyorlov va bu yerda bo'ladigan imtihon jarayonlari. Birinchi navbatda bizga eng asosiysi demak shaffoflikni ta'minlash.
Sababi mana shu shaffoflik ta'limdagi asosiy qo'ygan maqsadlarimizni chuqur ta'lim berish. U yerdagi ustozlarni biz nafaqat o'quvchilarni, balki ustozlarni ham bir necha etapdan iborat imtihon jarayonlaridan, ya'ni seleksiyadan o'tkazishimiz, intervyu jarayonlari ham, demak bu yana bir alohida bir nima deydi, savol-javob bo'ladigan xususiyat. Demak, prezident maktablariga biz bu yil barchamizga ma'lum, hurmatli prezidentimiz ikkita katta tadbir, ya'ni olimpiada, bir ilk bor O'zbekistonda mana shu kimyo jahon olimpiadasi bo'lib o'tadi iyul oylarida va undan keyin tarixda birinchi ilk marta mana shu informatika fanidan jahon olimpiadasi bo'lib o'tadi iyul oylarida va mana shu munosabat bilan biz bir muncha oldiroqqa imtihonlarni surdik. Demak, bizda prezident maktablariga iyun oyini 20-laridan rejaga qo'yganmiz imtihonlarni boshlash uchun. Bu degani bizda demak mana shu prezident maktablariga 20-25 maylardan boshlab onlayn tarzda bolajonlarni demak mana shu hujjatlari qabul qilinadi. Demak, ota-onalarga qulaylik tug'dirish maqsadida va yoz jazirama chilla kunlari bolajonlarini demak oftobda olib dokumentlari bilan, hujjatlari bilan ovoragarchilikni, sarsongarchilikni oldini olish maqsadida biz bir necha yildan beri mana shu demak onlayn tarzda imtihonlarni o'zimizni demak saytimizda, platformamizda qabul qilyapmiz. Demak, bu yil ham xuddi mana shu bo'ladi. Xudo xolasa mana yana bir necha kunlardan keyin biz katta butun jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini taklif qilgan holatda demak brifingni boshlab yuboramiz va bu yerda har bir maktabimiz, har bir hududda joylashgan maktabdan kvotalardan kelib chiqqan holatda demak to'liq ma'lumotlarni beramiz. Prezident maktablariga keladigan bo'lsak, albatta bunda bizda prezident maktablariga asosiy talablardan biri bu o'sha matematika va yuqorida ta'kidlagandek tabiiy fanlardan yillik baholari 5 bo'lishi kerak. Faqat 4-sinf bitiruvchilari prezident maktablariga kirish imkoniyati bor. Va muvaffaqiyatli hujjatlari qabul etilgan demak talabgorlarga biz demak iyun oyida birinchi saralash imtihoni bo'lib o'tadi va bu shaffoflikni ta'minlash bo'yicha va bizni eng yaqindan hamkor tashkilotimiz bu o'sha Britaniyaning Cambridge Education Assessment tashkiloti bir necha yildan beri mana shu prezident maktablariga imtihon jarayonlarini o'tkazishadi. Bunda maxsus o'sha qutilarda savollarni kelishi, ularni yana ham nima deydi, shaffofligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida hududlarda feldigir xizmatlari orqali mana shu qoplarni yetkazib berishi va qoplar o'z joyida va shu bilan birgalikda bizni o'sha hamkorimiz Cambridgedan mas'ul xodimlarni kelishi ham mana shu imtihonlarni shaffof o'tishidagi asosiy prinsip deymizmi, bizni maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Demak, bizda bu yerda matematika fanidan 1 soat ichida o'quvchilarimizga demak savollar beriladi, test savollarini topshirishadi va 15 kun ichida mana shu javoblari e'lon qilgandan keyin ikkinchi bosqich, asosiy bosqichimiz. Bu yerda demak mantiqiy fikrlash, muammoni yechishga qaratilgan savollarimiz va albatta ingliz tilidan demak test savollari beriladi. Ingliz tilidan ham bu yerda grammar component, grammatika bilan bog'liq savollar va reading o'qish bilan bog'liq savollarga o'quvchilarimiz javob beriladi. Mana shu birinchi etapda muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar soni har bir hududda 480 tani tashkil etadi. 480 ta o'quvchimiz ikkinchi bosqichga asosiy main test deb aytamiz. Mana shu main testga 480 nafar har bir hududdan o'quvchi qabul qilinadi. Mana shu 480 nafar o'quvchi asosiy testdan 24 taginasi 14 ta prezident maktabiga demak ballar ketma-ketligida qabul qilinadi. Demak, bu 14 ta prezident maktabida 24 tadan 12 ta 2 ta sinfda o'quvchilarimiz tahsil olish imkoniyati bor. Aynan mana shu dars berish jarayonida pedagoglar malakasi ham alohida nizom talablariga mos bo'ladi. Xo'sh, prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablardagi pedagoglarning bilim malakasi qay darajada va eng muhimi aynan mana shu maktablarga ishga kirmoqchi bo'lgan pedagoglar qanday talablarga javob bera olishi kerak? Ya'ni aynan mana shu prezident maktablari o'quvchilari qanday mutaxassislardan bilim olishi haqida ham fikrlar qiziq. Albatta. Sababi mana shu iqtidorli o'quvchilarga
undanda kam bo'lmagan pedagoglar dars berishi kerak. Sababi mana shu iqtidorli o'quvchilarga mana shu kuchli pedagoglar dars bersagina ularni ertaga ta'lim dunyosiga, ilm-fan dunyosiga olib kiradigan aslida mana shu bizning ustozlarimiz. Mana shu STEM fanlari hamda ingliz tili, Global Perspective, ya'ni GP darslari ham deb aytiladi. Mana shu fanlardan bizda, demak, prezident maktablarida ingliz tilida fanlar o'tiladi. Va bular bilan birgalikda demak bizdan o'sha 3 ta etapdan iborat intervyu, o'zini pedagogikasi va umuman hujjatlari bo'yicha bir necha etapdan iborat bo'lgan bu seleksiya bo'ladi. Bu xalqaro ustozlarimiz uchun. Mana shu xalqaro ustozlarimiz tanlagandan keyin bizni mahalliy ustozlarimizga ham mana shu talablar asosida demak o'qituvchilarni qabul qilamiz. Ta'kidlash joizki, prezident maktablarida mana shu STEM fanlari bo'yicha, ingliz tili fanlari bo'yicha xalqaro ustozlar bilan birga bizni mahalliy ustozlarimiz ham dars berishadi. Ya'ni tasavvur qiling, 12 ta o'quvchiga 2 ta mutaxassis bir vaqtning o'zida dars bersa. Bu albatta oldiga qo'ygan maqsadimiz chuqur bilim olib berish, mana shu o'quvchilarga kreativlikni o'rgatish, ertangi liderlarimizni albatta har tomonlama biz chuqur bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'lgan ustozlarni qabul qilib olamiz. Mahalliy ustozlarimiz ham demak asosiysi bizdagi qo'yilgan eng asosiy talablardan biri bu chet tilini bilish, bu ingliz tilini bilish. Sababi bizni prezident maktablarida mana shu ustozlar bilan muloqotga kirishganda ularni kunlik darsga tayyorgarligi, ertaga o'quvchilarga nimalarni ko'rsatamiz, qayerlarga olib boramiz, laboratoriya darslari, umuman ta'lim jarayonida bo'lganlarni biz o'sha bizni mahalliy ustozlarimiz ham xalqaro ustozlar bilan birgalikda demak o'sha tayyorlanish jarayonlari, kerak bo'lsa o'sha suhbatlar, o'sha treninglarni baravar bizni ustozlarimiz ham demak yana bir ta'kidlash joiz bo'lgan joyi bilasizmi Avazbek, haqiqatda 3 yil 4 yil oldin bizni mahalliy ustozlarimiz hali u darajada emas edi. Lekin mana oxirgi 2 yilga e'tibor beradigan bo'lsak, bizni o'zimizni mahalliy ustozlarimiz, aynan o'zbek ustozlarimiz ham o'z ustida shu darajada ishlashyapti. O'zini bilimi, ilmi, salohiyati, izlanuvchanligi, kreativligi bilan haqiqatda ajralib turibdiki, shulardan o'tgan yili 35 ta bo'lgan bo'lsa, bu yil 53 ta mahalliy ustozlarimiz xalqaro ustoz toifasini olishdi. Bu juda katta natija. Bu degani endi bizni o'zbek ustozlarimiz ham kerak bo'lsa dunyoda eng raqobatbardosh pedagoglarga aylandi. Mana shu ustozlar albatta Cambridgeni 3 ta asosiy demak o'sha talablari bo'yicha o'qib sertifikatlarga ega bo'lishi bu nimadan dalolat beradi? Bu albatta yosh ustozlarimiz, izlanuvchi ustozlarimizni o'zini ustida ishlashi va albatta bular orqali biz shunga yetib keldikki, ba'zi bir maktablarimizda biz mana shu xalqaro ustozlardan voz kechishni boshladik. Maqsad ham shu edi. Mana shu o'zimizni mahalliy ustozlarimizni xalqaro ustoz mavqeiga olib chiqish va kerak bo'lsa mana shu mahalliy va xalqaro ustozlarimiz bilan bizda metodikasi, ya'ni ruschada aytganda podacha deydi-ku, mana shu podachani biznikilarga o'rgatib, chunki bizni ham juda kuchli bilimli ustozlarimiz juda ko'p. Faqatgina biz ozgina mana shu xalqaro metodikasi, ya'ni o'sha haligi aytgandek podachasini olsa, bizni ustozlarimiz hech qaysi bir jahonda kam bo'lmagan ustozlarga raqobatbardosh kadr deb men to'laqonli buni ayta olaman. Prezident maktabida o'quvchilar nimalar kutadi? Prezident maktabining kun tartibi qanaqa? U yerdagi ta'lim oladigan o'quvchi nechidan nechigacha nimalar bilan shug'ullanadi va eng qizig'i exchange dasturlar ham bormi? O'quvchilarimiz bir hafta davomida prezident maktablarida yashashadi. Bular demak bepul. Shuni aytib o'tmoqchi edimki, barchasi davlatimiz tomonidan qoplab beriladi. Bularni 5 mahal ovqati, albatta xalqaro ustozlarni olib kelib mana shu joyda o'qitishimiz, o'quvchilarimizga mana shu nima deydi, eng oxirgi infratuzilmaga ega bo'lgan maktablarimiz. Bu maktablardagi to'liq jihozi, barcha imkoniyatlar, hattoki mana shu gadjetlar bilan ham elektron mana shu gadjetlar bilan berilishi, albatta bu to'laqon aytishim mumkinki, hech qaysi bir davlatda bunaqa imkoniyat, bunaqa e'tibor yo'q. Bular nimaga? Albatta, hurmatli prezidentimiz har safar aytadilar. Ya'ni mana shu uchrashuvlarda ta'limga
to'qnashmagan, to'xtalmagan biror bir uchrashuv, biror bir selektorlar yo'q. Har birini men chuqur o'rganib, chuqur eshitib, mana e'tibor berganmanki, hurmatli prezidentimiz juda ko'p marta aytganlar. Ta'limga sarmoya, bu kelajakka sarmoya. Mana shu bizni bolajonlarimizga investitsiya, ertaga kelajagimizni har bir sohasi bo'yicha mana shu yetuk kadrlarni yetishtirish asosiy bizni maqsadimiz qilib qo'yildi. Endi o'quvchilarni kun tartibiga keladigan bo'lsak, o'quvchilarimiz bizda yakshanba kuni kechqurun mana shu ujin deb aytamiz, kechki ovqatga yetib kelishligi kerak, kechki taomnomaga yetib kelishligi kerak. Bu yerda ham bizni maqsadimiz bor. Mana shu yakshanbadagi kechki ovqatni bular bir dasturxon atrofida, ya'ni prezident maktablarida biz oilalarga bo'lganmiz. Ya'ni ba'zi bir ota-onalarda endi Avazbek mana sizlarga ham aytishim mumkin, biz paytimizda o'qiganimizda ham maktab internatlar bo'lardi yoki mana shu ixtisoslashtirilgan qanday bir litseylar bo'lardi va u yerda ham bolalar o'qib yotib o'qishardi. Mana shu prezident maktablar va albatta ota-onalar juda qo'rqinch bo'lardi-da. Katta sinflar bor, kichkina sinflarni urib qo'ymaydimi, xafa qilib qo'ymaydimi, ya'ni dedavshina degan narsa so'zlar bo'lardi. Bilasiz, mana shuni oldini olish va bizda oila deb aytilishini bekorga aytilmaydi. Sababi mana shu har bir prezident maktabimizda bizda 168 nafar o'quvchimiz bor. Bu 5-sinfdan toki 11-sinfgacha o'quvchilarimiz. Mana shu o'quvchilarimiz har bir sinfdan bitta oilaga 5-sinfdan ham 6-sinfdan 7, 8 toki 11-sinfgacha oila tashkil qilganmiz. Demak, bu yerda aka singil, opa uka degan bizdagi an'analarimiz mana shu joyda juda mujassamlashadi. Bizda hozirda mana Buyuk Britaniya, AQSh, Koreya, Xitoy davlatlari bilan bizni juda ham demak asosiy nima deydi, yaxshi munosabatlar qo'yilgan. Bu yerda nafaqat o'quvchilarimiz, balki ustozlarni ham exchange program yoki mana shu teacher training deb aytamiz, ustozlar uchun treninglar, o'quvchilar almashinuv programmasi va mana shu joyda qaysidir davlatlardan ularni o'quvchilari va biz o'quvchilarni jo'natib o'sha yerda bilimlar almashinuvini ring deb aytamiz. Mana shu haqiqatda mana shu yerda demak bilimlar ringi deb bekorga aytilmaydi. O'quvchilarimiz bilib, ko'rib, kerak bo'lsa solishtirib va qaytganlardan keyin ustoz haqiqatda bizni maktab boshqacha ekan. Mana shunda biz sezamiz bolalardagi shukronalik hissini va bitiruvchilarimizga keladigan. Mana shu bitiruvchilarimizni hozir boshida, proyekt boshida 4 yil oldin bu top 500 deydi Avazbek qilayotganlarimizni. Yana 2 yildan keyin bu narsa hozir top 100 ta. Mana so'nggi yillarda top 30 ta bo'lgan bo'lsa, mana oxirgi 2 yilimizda Garvard universitetlariga, Princeton universitetlariga kirayotgan bu bizni qora ko'zlarimiz, bizni o'quvchilarimiz va mana kuni kecha albatta butun nima deydi, O'zbekistonda kerak bo'lsa mana shu qo'shni davlatlarda ham demak biz olamshumul, ya'ni dunyoda birinchi nomer universitet, ya'ni 12 yildan beri o'zini birinchiligini bermayotgan MIT universitetga ham mana shu bir kunning o'zida, bir vaqtning o'zida ixtisoslashtirilgan maktablarning 2 o'quvchisi talabalikni qo'lga kiritdi. Yana bu to'liq grant qo'shimchasiga oladigan stipendiyasi bilan birgalikda. Sevara Baxatirovna, mana hozir sizni faoliyatingizni kuzatganimda siz hududlarda ham ko'plab sayyor qabullar o'tkazasiz, ota-onalarni fikrlarini eshitasiz va murojaatlarni hal etishga ham harakat qilyapsiz va eng qizig'i mana shunda, ya'ni faqatgina ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib yoki bir tepadan kuzatish emas, balki joyga borib, aynan mana shu muhitni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, eng muhim ota-onalar bilan muloqot qilish, bu ta'lim tizimini ham o'quvchilar, ham ota-onalar bilan fikrlarni kollaboratsiya qilib, yana ham o'zingizga bir yaxshilashga bo'lgan bir usullarni olishga yordam beradi. Aynan mana shu hududlarda o'tkazilgan sayyor qabullaringizda qanaqa murojaatlar bo'ladi ota-onalardan? Albatta, yaxshi savol. Avazbek, sababi mana shu viloyatlarda, tumanlarda borar ekanmiz. Birinchi navbatda agar siz tizimingizdagi shaffoflikni, adolatni, bilimni, o'quvchilarni yutug'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz o'sha quyi tizimga kirib borishingiz kerak. O'zimning prinsipim bor. Albatta, har bitta maktabga kirganda bitiruvchilar bilan gaplashaman.
Sababi mana shu bitiruvchilarimiz bir necha yil davomida bizni maktablarimizda o'qishar ekan, ular har bitta maktabni past balandini juda yaxshi bilishadi. Qayerni rivojlantirishimiz kerak, qayerga e'tiborni kamroq bersak ham o'sha soha shundoq ham rivojlanadi. Lekin u yerda o'zlaridan keyingi bo'lgan ukalariga, singillariga qanday yo'nalish berish kerakki, shu hududdan kelib chiqqan holatda maktabni rivojiga yana rivoj qo'shadigan. Va hududlarda albatta sayyor qabul bo'lganda, bilasizmi, eng mana quvontiradigan va juda uzoq hududlarga, eng chekka qishloqlarga borganimizda, mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida ham eng uzoq chekka hududlari, mana shu o'sha To'rtko'ldan tortib deymiz Mo'ynoqqa borganimda ham men boshqa bir tasavvurga ega bo'lib kelaman. Hatto uzoq charchaganingizda ham ota-onalarni sayyor qabulga uzoq hududlardan kelib minnatdorchiligini aytganda, ana o'shanda siz haqiqatda to'g'ri yo'lda ekanligingizni va mana shu mehnatlaringiz evaziga kelayotgan o'quvchilarni yutug'idan sizga mana shuni o'zi kifoya bo'ladi. Albatta sayyor qabullardagi asosiy masala bu yerdagi bizdagi mavjud ixtisoslashtirilgan maktablarni, o'quvchilarni yashash joyidan kelib chiqqan holatda uzoq yaqinligiga qarab turib maktablarimizni bir hudud, bir tumandan ikkinchi tumanga ko'chirish masalasi. Yoki yana bir masala, ba'zi bir maktablarimiz, endi hammasi emas, bizda demak ixtisoslashgan maktab va maktab internatlarimizga ko'proq so'rashadi. Albatta buni ilojisini kelib chiqqan holatda, demak oilasidan, o'sha ota-onalarimizni o'sha xohish istagidan biz iloji boricha mana shu maktab internatlarini ochib, shu yerga o'quvchilarni joylashimiz. Va albatta eng asosiy yana so'raladigan, ya'ni mana shu agentlik rahbari sifatida yangi ochiladigan maktablar haqida so'rashadi. Imkoniyatlar bormi? Bola masalan o'tgan yil 6-sinfga topshiruvdi yoki 7-sinfga topshirdi. Endi bizda qanday? Bizda tizimda yangi maktablar ochilsa, biz 5-sinfdan 9-sinfgacha maktabni sig'imini to'ldirib olish uchun barcha sinflarga demak qabul e'lon qilamiz. Lekin bu faqat 1-yil uchun. Keyingi yildan boshlab bu aniq fanlarga faqat 5-sinfga, tabiiy fanlarga faqat 7-sinfga bo'ladi. Lekin mana shu maktablarga ishtiyoqmand ota-onalarni xohishini, ularni o'sha farzandlari deyarli o'ynamas 1-1,5 ball bilan kira olmagani, albatta ulardagi mana shu ixtisos maktablarga kira olmaganligini ko'rib o'zingiz ham achinasiz, o'zingiz ham bir nima deydi xafa bo'lasiz. Lekin mana shu imkoniyatlardan kelib chiqib hududlarda, demak kattaroq hududlarda biz mana shu 2 yil davomida bir emas ikkitadan ixtisos maktablarini qurish maqsadimiz qilingan va mana keyingi o'quv yiliga ham yangi ixtisos maktablar va shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz bir necha bor ta'kidlab o'tgan, demak respublikada muhandislik yo'nalishini rivojlantirishga qaratilgan, demak muhandislik yo'lida biz ko'plab mana universitetlar, institutlar, yangi fakultetlar, hamkor tashkilotlar bilan xalqaro universitetlarni jalb qilgan holatda, lekin bularga mana shu maktab yoshidanoq shu fanga qiziqtirib berish, maktab yoshidanoq shu fanga, shu yo'nalishga qiziqishi bo'lgan o'quvchilarni tanlab olib, kerak bo'lsa biz lokomotiv tarzda oliy ta'lim muassasalariga yetkazib berish maqsadida, demak 2026-27 o'quv yilidan bosqichma-bosqich har bir hududda bittadan demak mana shu muhandislik maktablari ham ochiladi. Yuqorida aynan mana shu prezident maktablariga, ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish imtihonlari tartibi haqida ma'lumot berdingiz va aynan mana shu imtihondan muvaffaqiyatli o'ta olmagan nomzodlar kelgusida ularni qanday bir natija kutadi yoki apellyatsiya qilish tartibi qanday? Umuman murojaatlar soni menimcha keskin ortadi shu vaqtda, chunki haqiqatan kvota kam va lekin nomzodlar ko'p va aynan mana shu juda ham kam ball bilan kira olmagan nomzodlarga qanaqa bir tartib bor? Mana shu haqida ham gapirsangiz. Albatta, bilasizmi, 5-sinflarimiz uchun juda katta imkoniyatlar bor. Ya'ni biz imtihonlar jarayonida, Avazbek bilasizmi, shu jarayonga 2-3 yildan beri nafaqat men bilan birga hamkasblarimiz, maktab direktorlarimiz, hududlarda, tumanlardagi maktab direktorlarimiz buni yig'ilamiz. Imtihondan keyingi demak tahlillar qilinadi, nima bo'ldi, qanday bo'ldi. Mana shunda hazil nomus aytishadiki, ba'zi bir o'quvchilarni biz 5 marotaba ko'ryapmiz. Ya'ni test jarayoniga ota-onalar shu darajada farzandlarini har imkoniyatdan foydalanishga demak
katta imkoniyatlar berilgan. Bu bitta 4-sinf bitiruvchisi prezident maktabiga topshirish imkoni bor. Keyin hududida joylashgan ixtisoslashtirilgan maktabga topshirish imkoni bor. Keyin undan tashqari Toshkent shahridagi tayanch maktabiga, Al-Xorazmiy maktabiga topshirish imkoniyati bor. Jasorat maktab sinflariga topshirish imkoniyatlari bor va mana shu prezident maktablarining ikkinchi bosqichiga o'tib kelgan o'quvchilar, tasavvur qiling, bir o'quvchi 5 marta imtihonga kelyapti. Ya'ni o'sha ikkinchi, uchinchisida kelganda biz yo'riqnoma, tushuntirishlarni olib boramiz, imtihonlarni qanday to'ldirish kerak, nima qilish kerak, qaysi joylar bizdan-da oldin o'quvchilar to'ldirishga tushadi. Chunki ular o'sha ko'nikmaga ega bo'ldi. Ya'ni bu nimadan? Mana shu o'zini bilimi, ilmi, izlanuvchanligiga har qanaqasiga, har bir imkoniyatdan foydalanish yo'lida mana shu 10 yoshli bolajonlarimiz imkoniyatdan foydalanishni, to'g'ri foydalanishni bilayotganlar va ularni orqasida turgan ota-onalari ham mana shu o'quvchilarimizni faqatgina bittasiga emas, bor imkoniyatlardan foydalanishni albatta birgalashib amalga oshirayotgani bizni quvontiradi. Endi albatta ma'lum bir haqiqatda belgilangan kvota bor. Bu muammolarimiz bor. Har yili albatta bu ota-onalar xafa bo'ladi, yig'i bir qanchadir onda bir ball yetmasligi yoki ma'lum bir 1-2 ball yetmagandan keyin albatta ixtisos maktablarimizda bu apellyatsiya mavjud. Apellyatsiyaga bergandan keyin bemalol kelib o'sha o'quvchiga o'zini ishi ko'rsatiladi, birgalashib o'sha fan mutaxassislari bilan tahlil qilinadi, xatosi tushuntiriladi va mana shu xatolarni demak o'quvchiga tushungani bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda unaqa holatlarimiz ham bo'lgan, lekin u juda kam bo'lgan, 1 marta, 2 marta. Demak, agar haqiqatda ballar bolada emas, demak boshqa nima bilan bo'lgan bo'lsa, biz o'quvchilarimizni qabul qilgan joylarimiz ham bo'lgan. Demak, bundan tashqari biz imkoniyatdan foydalanish uchun, demak 5-sinfga kirolmadi bola. Mana endi nima bo'ldi? Unga ham imkoniyat bor. Bunda bizda mana shu 6-sinfdan keyin, demak, Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan tayanch maktabimiz Toshkent shahrida, tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan, demak Abu Ali ibn Sino nomidagi tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktabimiz. Shu bilan birgalikda o'tgan yili g'urur bilan aytishim mumkinki, hurmatli prezidentimizni tashabbuslari bilan, demak, ilk marta Toshkent shahrida, demak, xalqaro demak Al-Beruniy maktabi, ya'ni xalqni tilida biz Garvardchilar maktabi deb aytyapmiz. Mana shu maktabga asos solindi. Bunda 8-sinfni bitirgan o'quvchilar bemalol o'zlarini bilimlarini, demak, yana bir bor sinab o'tishlari mumkin. Shu bilan birgalikda yanada ham imkoniyatlarini cheksizligini ta'kidlash ma'nosida, demak, har bir hududda milliy dastur qo'yildi. Bu milliy dasturga albatta 1,5 mingta bolani bu yil biz qabul qilib oldik. Keyingi yilga bu 3 mingtaga yetadi. Mana bu o'quv yilida, 26-27 o'quv yilida mana shu milliy dasturda ham 9-sinfni bitirgan o'quvchilar, demak, mana shu milliy dasturga imtihonlar asosida, bunda ham bizni hamkor tashkilotimiz, demak, bilan birgalikda imtihon jarayonlari o'tkaziladi. Mana shu imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tganlarni 2 yil davomida agentlik tarafidan, demak, maxsus kurslar o'tkaziladi. Ya'ni bu top universitetlarga kirishda biz tarafimizdan bo'layotgan imkoniyat, ya'ni bularni o'qitish. Ya'ni 2 yil davomida biz bularni o'qitamiz. Mana barchangizga ma'lum, Bo'stonliq tumanida bizda Renessans oromgohimiz joylashgan. Mana shu Renessans oromgohida 2 yil davomida bolalar jadval asosida kelib, xorij mutaxassislaridan darslarni olib borishadi va har bir hududdagi o'sha maktab maslahatchilari bilan hududiy bizni maktab maslahatchilari o'sha milliy dasturdagi o'quvchilarni oxirgacha oliy ta'limga kirgungacha bo'lgan jarayonda qo'llab-quvvatlashib, albatta maqsadimiz mana shu dunyodagi top universitetlarga O'zbekiston yoshlarini, demak, salmog'ini oshirish. Sevara Bahodirova, bizning podkastimizda doim mas'ul rahbarlar o'zining top maslahatlarini va tavsiyalarini berib o'tishadi va hozir siz aynan mana shu prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablarga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga va ularning ota-onalariga o'zingizning maslahat va tavsiyalaringizni bersangiz va ular aynan mana shu podkastimizdan keyin o'zlariga kerakli bir xulosa qilib, aynan mana shu yo'nalishda tayyorgarlikni yana ham qattiq boshlashadi. Chunki aytib turibsiz, hali oldinda muhim imtihon jarayonlari kutib turibdi. Aynan mana shu bizga ham, tomoshabinlaringizga albatta. Bilasizmi, birinchi navbatda bolajonlarimizga o'ziga ishonch.
ularni qila olishadi. Har bir o'quvchimiz, har bir bolajon iqtidori, istidodi o'zgacha. Va bunda mehnat albatta o'zini samarasini beradi. Ba'zi bir paytda ota-onalar farzandlarini koyib turgan joylarni eshitaman, ya'ni javoblar chiqqandan keyin, shuni ham eplolmabsan, shunga ham kirolmabsan deganda bilasizmi, u bolada qanaqa sinish bo'ladi. Sababi mana shu bolalar 2-3 yil davomida yozni yoz demay, nima deydi, qishni qish demay, kanikulni kanikul demay, damni dam, bayramni ular tayyorgarlik qildi. Va mana shu qaysidir jarayon ularga xalaqit berdiki, mana shu prezident maktabiga, ixtisos maktabiga kira olmay qoldi. Lekin ota-onani bu kabi so'zi bolani sindiradi, ya'ni boladagi o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Va bir xil paytda bilasizmi, chidolmaganimdan keyin shu savolni shunda to'xtataman. Uzr ukajon yoki adasi yoki oyisi, bitta savol bering bolani chetga olib. Siz bu yoshda o'zingiz nimaga erishgan edingiz? Bolani mana shu katta jarayonga kelib, bilasizmi, qanaqa eng katta hududlardagi stadionlarda, auditoriyalarda 10 yoshli bola hech kimsiz qo'lida faqatgina suvini olib kiradi, to'g'ri borib joyiga o'tirib, yozib chiqib ketib, yana zo'r bo'ldi ustoz deb ketishi, bu boladagi qanaqa iroda, qanaqa matonat kerakda. Mana gapiraman, har safar shu bolalar haqida gapirganimda o'zimda nima qiladi? Sababi shu kichkintoylarni ko'rib, qoyil deyman. Haqiqatda biz bu yoshda nima qilgan edik? Bu jarayonga yetib kelishi yoki ikkinchi, mana birinchisidan o'tuvdi ustoz, ikkinchisidan o'ta olmabdi. Mana shu 480 tani ichiga kirishi yoki boshidagi o'sha 50 ta 60 tani bu respublika bo'yicha bo'ladigan tanlovlar. Bu 300 mingta bola, o'tgan yili 300 mingta bola topshirgan, talabgor bo'lgan. 300 mingta boladan mana shu jarayonda qatnashib o'zini namoyon etish ham bir jasorat. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, onajonlar, adajonlar, buvijonlar, buvajonlar, mana shu o'quvchilarimizni, farzandlaringizni, nabiralaringizni faqatgina bularga qo'shqanot bo'ling. Bularga eng kuchlilar ichida kuchliligini, eng irodalilar ichida irodaliligini, eng a'lolar ichida a'lo farzandi ekanligini siz tushuntirsangiz, o'zingga qo'shqanot, kuch-quvvat qo'shadigan mana shu bizni ota-onalar hisoblanadi. Va fursatdan foydalanib Avazbek aka shuni bir ta'kidlab o'tmoqchi edimki, mana ko'plab hozir murojaatlar kelib tushmoqda ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligiga, ya'ni qaysidir kurslarni agentlik tizimida ochilishi yoki ana insoniy faktor va marketing yo'li deb aytamiz, bu hozir bozor iqtisodiyoti davrida, ya'ni mana shu qaysidir maktablarimiz, ixtisos maktablarimiz, prezident maktablarimiz yaqinida demak ijaraga joylar olinib o'quv markazlari qilingan. Endi bu ham bir balki marketingning bir yo'lidir. O'sha yaqinroqqa joylashsa, demak o'shadan yo o'qituvchisi yo kimdir kirib dars beradi. Agentlik tizimida agentlikka qarashli birorta bizni o'quv markazimiz mavjud emas. Bizni tayyorlovchi hech qanday nima deydi, savolnoma yoki tayyorlov bo'yicha qanaqadir bir metodik qo'llanma, hech narsamiz mavjud emas. Barcha tushadigan savollar o'quvchilarni 1-sinfdan 4-sinfga qamrab oladigan mavzuviy savollar. Va ko'plab ota-onalar e'tiroz bildirganda shuni aytishim kerakki, sizlarda demak o'sha mantiqiy savollarni beribsizlar, bolam unaqa yecha olmagan. Yo'q. Hozirgi ta'lim dasturlarimizda 1-sinfdan boshlab 4-sinfgacha mavzusiga qarab turib, murakkabligiga qarab turib, soddaligiga qarab turib 2 ta, 3 ta, 4 tadan masala misollar berilyapti. Bolani mana shu nima deydi, dunyo qarashini rivojlantirishga, mantiqiy savollarni berishga va ularni javob toptirishda o'quvchilarimizga berilyapti. Va mana shu bizni milliy dasturimiz asosida demak hamkor tashkilotlarimiz o'rgangan, biz har yili ularga nimalarni taqdim etamiz. O'sha plan, учебный plan deymiz, ya'ni o'quv dasturlari. Mana shu o'quv dastur yangilangan bo'lsa, yangilangan asosida, yangilanmagan o'sha doimiy bo'ladigan bo'lsa, mana shular asosida biz mana avgust oyida tugagandan keyin dasturlarni ular o'zligisi bilan olib ketishadi va bu degani mana shu keyingi o'quv yil uchun yangilangan bo'lsa, yangilangan dasturlar asosida savollarni tuzish. Bizda shuning uchun ham biz aytamiz, ota-onalarga ishoninglar, dasturlaridan kelib chiqmagan holatda. Mana shu hattoki apellyatsiya jarayoniga kelganda ustozlarimiz, mutaxassislarimiz bolam
yoki hurmatli ota-ona, mana shu o'quvchingizni yecholmagan savoli aslida 2-sinfni mana shu choragida, mana shu bobida yoki 3-4-sinfni 3-choragidagi mana shu mavzu bilan bog'liq bo'lgan savollarni joyida ko'rsatib beriladi. O'ylaymanki, agar har bir jihatiga, har bir o'sha o'rganilayotgan mavzuga e'tiborli qilsak, menimcha hamma o'quvchilarimiz oldi qatorlaridan nafaqat prezident, balkim ijod, ixtisoslashtirilgan maktablarni oldi o'quvchilariga aylanishadi. Katta rahmat Sevara Bahadirovna. Bugungi suhbatimiz haqiqatan ham foydali va mazmunli bo'ldi. Menimcha ota-onalar ham va bo'lajak ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari o'quvchilar ham o'ziga kerakli bir tavsiyalarni, xulosalarni oldi deb o'ylayman. Umuman ta'limga yo'naltirilgan har bir sarmoya kelajakda o'zining shirin mevasini beradi va biz bugun aynan mana shu podkastimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Albatta o'ylaymanki, mana shu podkastlar faqat aholimizga, xalqimizga foydali bo'lsa, biz missiyamizga erishdik degan. Sizlarni ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat. Rahmat.